O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida dual ta'limni tashkil etishning afzalliklari mavzusida forum o'tkazildi. Jizzax viloyati kasbiy ta'lim boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan forumda kasbiy ta'lim agentligi, viloyat hokimligi, savdo-sanoat palatasi vakillari ishtirok etishdi. Dastlab forum doirasida texnikum hududida tashkil etilgan ko'rgazmalar bilan tanishtirildi. Unda viloyatdagi mavjud 33 ta texnikumda joriy etilgan kasblar, korxonalardagi bo'sh ish o'rinlari haqida yetarlicha ma'lumotlar berildi. Muhammad Erkinov bolalikdan oshpazlik kasbiga qiziqadi. Bugungi islohotlar uning qiziqish va intilishlarini hisobga olib, ushbu kasbni mukammal egallashiga zamin yaratmoqda. So'zim ham aytadilar, har doim tezlik va sifat muhim deydilar. Tayyorlagan ovqatlarimni mehr bilan tayyorlayman. Buni o'rganishim uchun, kasbimga aylantirishim uchun dual ta'lim shakli yordam berdi. Prezidentimizga rahmat aytaman. Xudo xohlasa, milliy taomlarimizni chet elga, Yevropalarga tanitmoqchiman. Aytish kerak, kasbiy mahorat texnikumlarida oshpazlik, tikuvchilik, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, payvandlash kabi bir qator o'quv kurslari joriy qilingan. Forum doirasida dual ta'lim tizimini joriy etishning amaliy samaralari, ya'ni nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Mutaxassislar ushbu tizimning Germaniya tajribasi misolida o'zini oqlagani, ishlab chiqarish bilan hamkorlikda ta'lim sifatini yanada oshirish mumkinligini e'tirof etishdi. Shuningdek, talabalar uchun o'qish jarayonining o'zida korxonalarda amaliyot o'tashi, real ish muhiti bilan tanishishi hamda kelgusida shu joyning o'zida ish bilan ta'minlash imkoniyatlari mavjudligi aytildi. Bugun Jizzax ilg'or kasbiy mahorat texnikumida tashkil etilgan forumning asosiy maqsadi ertangi kunda kelajak yoshlarimizning bir vaqtning o'zida ham o'qib, ham ishlash imkoniyatini beruvchi bir ta'lim shaklini targ'ib etish, ish beruvchilarning yaratilgan ish o'rinlarini yoshlarimizga ko'rsatib, kelayotgan o'quvchilarni 9 va 11 sinf bitiruvchilarining o'zlariga jalb qilish maqsadida tashkil etilgan. Forum yakunida ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, dual ta'limni bosqichma-bosqich kengaytirish yuzasidan taklif va tavsiyalar berildi.